Salom meni yangi obunachilar. Men sizlar bilan bugun Minecraftda eng zo'r hodisalarni o'rganamiz. Men bitta chatlarni forlashtirdim va o'zimiz bilan tanamiz. Xuddi shunday do'stlar. Meni qo'limda xarita bor. Ko'ryapsizlar. Men yana sizlar bilan yangi qismini boshlaymiz. Xo'sh, bu sandiq men bitta chatlarni forlashtirdim va mana bu yerdagi bitta sandiq shu narsalarni qo'shib oldim o'zimga. Kerak svitlar. Kela ichida nimalar taqilgan? Ichida olmos bor. Hali ko'rganim yo'q ichida. Lekin bilmayman borligini. Bo'lmagan narsa. Ularni tez yurish shuncha narsa. Xo'sh, davay. Endi bularni biz kerak sandiq qo'limizda bo'shatib olaylik. Xarita kerak bizga hali. Xo'sh, endi biz doimgidek mod bu yerda biz qanaqadir o'rmonda paydo bo'ldik. Men qayerligini bilmayman bu yerni. Toshma qayerligini bilasizmi? Mazaqin. Hozir najasini chiqib o'tadi. Menga shu yerlarda yashash yoqadi. Buningizlar bilan men Minecraftda nima qilaman? Albatta, eng g'alati hech kim qilib ko'rmagan ishlarni qilaman. Hamma birinchi o'rinda Bunaqa texnologiya. Bu nima? Texnologiya-ku. Texnologiya mana. Bola birinchi kirishimda texnologiya. Yo'pana bro. Lava bor ekan. Texnologiya topdim bola. Qayerdan chiqaman ustiga? Bu qanaqa joy? Hozir 2 minut. Mana shuni lavani yo'qman. Cho'chqa? Kelishim. Xo'sh. Oqizning yo'li ta'murkida Voy oqizing yo'li ta'murkida bayram ketga. Men tushunmayapman-da. Olovni o'chishni kutamiz bolalar. Olib ketdim bu yerda. Shunday narsa qildim. Yana bitta narsa o'ldi. Tezroq o'cha qol. Shuncha narsa tutib ko'rasizlar. Bu texnologiya deyishadi. Jamon texnologiya deyishadi. Biz tabiat shu texnologiya. Sana Nahvoy o'lib ketaman hozir bu yerda. Nahvoy bu yerga o'tiribman. Yana yaptı. Короче, bir sandığını
qanday qimmatroq narsa kutgandim. Mana. Buni men nima deb atashim bilasizlarmi do'stlar? Uzr endi og'zimdan so'kilyapman. Bir ikki daraxtlar bor, shuni chop qo'ying. Xo'sh, biz omadimiz kelmadi do'stlar, lekin oltin topdik, shunga oltin yasaymiz. Chaq. Xo'sh, oltin ko'rgan oltinim mening. To'qson kutgandim seni olishni. Ber. Oltin qani? Huy, oltin qani? Zaybal aka. Qarach, men bu yerdan ketishda qaror qildim. Va yo'limga davom etdim. Keraksiz edi. O, menga qaqras qo'y kerak. Nima keligini aytdim menga sizlarga. Xo'sh, davay. Xo'sh. O, mana yerda qo'y bor ekan. Qo'yni o'ldirib olsak texnologiya degan bo'ladi. Bular texnologiya. Qanday qo'y, g'alati qo'yni. Bular qo'yni mana. O'lma, o'ldi. Senam bo'l. Nima u? Bular qo'shib bo'sh tursin desam, bular mana bunaqa tovuqlarni ko'paytirib tashlaydi. O'ldi. Endi biz g'or qidiramiz. Qo'sh tarafga ketaveray, g'or chiqar. Biz qayerdamiz hozir? Chaliq qishloq shahardan ko'rib olamiz. Mana shu yerdan qarach hamma joyga borib chiqish kerak. Tushunayotgan bo'lsam. Hamma joyga borib ketish kerak. Men buni osonlik bilan bir necha kun ichida hamma joyni bilaman deb o'ylayman. Meni mashhur pichoqchi qassob deb qo'yishdi. Mana shu qo'yni o'ldirmasam, Nikka degan otimni boshqa narsa debman. Yo, o'zlarini qo'y chaqqon ekan qishloqni. Mahki qilib chamsin narsani o'ldirdi. O'g'lim. Qatag'an. Qayerga kelib qoldik? Orqaga qaytishimiz kerak edi. Qayerdan keyin ham ko'raveramiz. Qaytamiz qolib qo'y. Boya qo'lqaga ketib qoldik. Kechasi zombilarga ketdim, bersa ketmadi. Chuchqa. Qarach qochib ketibdi. Chuchqa degan ko'chaga kelib qoldi. Chuchqani o'ldiramasang nima qilasan Minecraft degan savol bor-da bolalar. Bu chuchqani o'ldiramas qo'ygan so'tdim men. Yop, ana chuchqan jon boshdan ekan. O'lmay qayerga borasan? Uzr do'stlar, tushdilar. Kayf qildim. O'rmon bor ekan. Men kuchayishim uchun menga nima kerakligini o'zim bilaman. Qarachchi, biror nimalarga bo'ladi. Qo'y kitob topishim kerak. Men yuribman-da nima. Mol baqirdi. Daryo tashqin suvlar to'lqin o'talmayman yer otim ariq manzil uzoq yetolmayman. Voy, meni shakarim-ku. Mama, meni shakarim, mama. Yo'q. Meni shakarim yo'q, senga bitta narsa beraman.
Sabzi beraymi? Idin nahvu o'lib ket. Idin nahvu bir şey yomon. Chukkan kiyimam deb ko'ribman yerni. Xo'sh. Men g'or topmoqchi edim. Bir aylanib keldi. Ana g'or topdim desam, g'ormas deysiz. Boshqa narsa ekan. Bir tushib ko'rsam akar. Qani. Sabr qilmasin. Xo'sh. Yaxga aytibdi. Hozir 2 minut. O'zing chiqarma. Xo'sh. Oradan shuncha payt o'tdi. To'xta menda xarita bor. Orqadaligini ko'rsata. Qani shuncha ancha joy bosib o'tishimiz kerak. Bizni sayohatchilar desa bo'lar. Bironta g'or chiqmadi. Voy. Voy, bir nimalar topdim. Chag'angni chiqaraman, meni to'g'sin to'g'lani. Shoh ketaverchi, mana tosh topdim. Toshmi, qummi bir bo'layaptar ekan. Kerak chiqazib olaman. Mana bu. Yo'q temir. Yo'q, temir yo'q, ketaveramiz. Bu yerni qazgandan foyda yo'q. Borib. Ish qobil kiymasini topaman. Voy, talalar. Bunday go'zal. Tovuqni qo'yma. Qo'y tovuq degani like bosib ketsin tovuq ekan. Idin naxuy. Qarochi do'stlar, men g'or topganimdan keyin sizlar bilan gaplashaman. Ungacha ozgina stop. Video davom ettiramiz. Eng qiziq joyi hali oldinda. Qolmasan qol-ku. Faqat bitta muammo. Endi tushib ketmaslik uchun asta chiqamiz. Suvga tushdik. Qarachi, nima bo'lganini men bilmay qoldim. Qayerga tirildik? Meni xaritani olamasmi? 2 minut kutib turasiz do'stlar, men shunday joyim. Mana do'stlar, o'zimning joyimni topib oldim men nihoyat. Ozgina qorong'u siylardan chiqdim. Men qurilishni boshladim. Yo'lda temir bor. Temir ko'p. Tushib ketaveramiz. Ketga muammo bo'ldi. Kakras katta muammo paydo bo'ldi. Nimaga boslamiz? Bu yoqqa turamiz, ichga kiramiz. Nima demoqchi edim? Pechka. Tapdi, tayyorman. 9 ta kun tosh kerak ekan. 2 minutda qilib qo'yamiz. Endi kiraylik pechga ketamiz. Pechga qani bilan, saybilagar. Pechga.
pechga bo'lish kerak shu atrofda. Joy qolmabdi menda. Mana pechga qidiringlar. Pechga soldim. Ana bu nahoy savolda. Yaxshi bo'lmasa endi bir tosh. Endi chiqdi pechga. Ya, ovqatlarni tugatmasam ovqatlarni. Shuncha ovqatim borga men yemay o'tiribman. Ya, men nima qilay endi? Savolda. Endi uncha ovqat yeymanmi yo'qmi? Tap maqsam kerak narsa nima? Qo'ziqon kerak, daftarcha, chiroq kerak. Tap. Mana bu kerak emas. Ha, topdim. Kerak narsa hali ketaman shu yerga. Mana bu kerak emas. Masalan, mana kerak emas. Kerak emas. Qo'yim jugurlar ishlatmayman. Ham kerak emas. Tashqarida nima qazigan bo'lsam, mana bu ham. Endi bu kerak. Bular kerak. Kirat xatirlar kerak emas. Ha, bu tursin. Sandiq kerak emas. Tosh kerak, pat kerak emas. Ha, qo'yasam ketaveradi. Voy. Bechora o'lib ketdi. Menga hujum qilaman. Qo'y hujum qilasan menga. Bizga qanday kerak temir ham. Tez. Nagamayapti. Nima qilyapti shu mantiqda? Nima bo'lyapti? Temir qilyapti shekilli. Temir? Bir parcha temir berdi bundan. Ya, endi to'xta temir bunaqa bo'lgandan keyin. Temir qirolari asalamanmi? Yo'q. Ya, temirni qanday ertaman degan savol bor-da. Temir erimas ana temir. Nima qanday ertaman? Yog'och yonmayapti. Qo'ysam yonmayapti-ku. Qo'ysam ishlayapti. Temirni qanday temir olaman endi? Temir emasmi yomon oldi? Ya, temirda bu ya. Endi eritish kerak. Yapana brat. Eritmadi. Ko'msa ko'rsam eritadi. Endi ko'mirim bor. Endi ham erimasa hisobmas. Ko'mir qari bilan. Yo'q. Ya bu temir erimaydigan temir ekan. Ha, bolalar. Qarorchi buni qazib. Buni qarasam trillion bor chunki. Ketaversak bo'ladi. Xo'sh, endi bizlar shamchirog'imiz bor, nechta faqat? 3 ta olmish 4 ta. Yetarli.
Hozir. Chaqir. Do'stlar, eshitdilaring qanday qo'rqinchli ekan. Qanday ovoz eshitildi. Men sizlar eshitmagan bo'lsangiz, chunki telefon zagruzkaga tushib qoldi ozgina. Dahshatli ovoz eshitildi, qo'rqinchli. Bu yerda maxluq bormi deyman. Voy, yashirish kerak. Qayerga qo'tsam ekan? Yashirib bitta joyda ko'rindi-da, garochi. Qayerda? Qaraqada temir yo'l ovozimi dey. Shu atrofda temir yo'l vokzali bor. Yo'q, bu yerda hech narsa yo'q. Temir bor oddiy. Mana foydalanib buni qazib ko'rish, balki temir yo'q. Sen nima bilan o'ynashyapsan? Xo'sh. Men zo'rni qo'ygan. Yo, endi ham temirni yetishim kerak. Nima desangiz, menga xavf juda ham qiyin tartibda. Yaramayapti. Pechga ishlamayapti. Eritgich topishim kerak. Endi qanday temirni eritib olaman? Yapana. Gazchalar sasam mumkin ekan. Voy. Pechga ham davom etdi. Diqqatsizsam, bari yo'l yo'q, o'lib ketaman. Bloglarim ishlamayapti. Xo'sh, bu yerda nima bor? Ko'mir kerak. Davr. Qorong'i joy ekan. Shamchiroq olamiz. Yana qasat ko'r. Nima zo'rmilar qo'yib qo'ydi-ku. Insof masta endi. So much. Yopana. Nima bu bolalar? Nima bu oltin? Oltin topdim. Oltin kiyimlar. Oy, opatri qochib oltinni olsam meniki edi bu oltin. Eritishim kerak bular faqat prosta katta muammo. Voy, batarya ilarga olib shuncha temir topib bilan tashladi menga. Qo'y kerak shamchiroq. Xo'sh, bu voy qat ovozdan eshitdim. O'lma. Ko'rinmayapti. Bu nima endi? Qo'rqib ketdim, zombi birdan yo'lga chiqib qolsa bo'ladimi? Ke. Sen kim bilan o'ynashayotganini bilmayapsan. Sen YouTube'da qurolli lekin bilan o'ynashyapsan. Men senga aytmagandim. Harom bo'ladi. Nima qilib tashladi?
tushuntirgani bor edi. Buda hech narsa yo'q. Saybaniston borga yo'llar. Oldin mahrum olamiz. O'sha. Voy. Portlash bo'ldi. Men yerda bitta xona ochildi. Ya birinchi qurollanchi. Ya, tushunga ketdi. Qayerga qo'yarmi kim bilar ekan? Vozi bo'lgan bilsalar. O'sh. Sizlarga aytib o'tiraman yoki barsa. Men to'g'risini aytsam barsaman. Barsachilarga omad. Bu qadim ibodatxonami deyman. Juda ham nozik joylar ekan. Bitta ustiga yuqum tushib ketsa, tepa juda nozik, asta o'tib ketamiz. Bir qulasa hamma joy qulaydi. Uy, arvoh borgan. Ya, senmiding? Kecha to'yga chaqirmagandim, yo'qol. O'sh, arvoh borgan chindan ham yo'llarda. Yo! Arvohlar dodasiga yetdi o'yinoldiga. Ikkita bo'lishdi ular. Hisobmas, 2ga 1mi? Ma. Nekka 3ga 1 ham qo'yardi. O'yincha qani. O'ylab ketdingmi? 3ga 1 ko'rdim ichida. Yo'pana. Harbiy kelyapti-ku. Ke, zo'rmisan? Nikkerni oldi hech narsa emassan. O'g'lidan urdi. Yo, namiga ko'psanlar, hammang qiraman men. Yo, bana vurma. Kitapdagi bo'lmasa edi. Yana qilchimasa bo'lib ketadi. Bilash, mahluqlar yo'q ketdi. Qani kiming zo'r keldi? Kesin. Bitta urishda o'ldiraman-ya. Shu yurish kerak. Hech kimni atayim bo'lgan qazib qo'ygan. Yo, pana. Meni o'ldirishdi. Nima? Men biladim, uni tiriklayib qo'ymayman. Salom do'stlar. Men boyagi narsalarni yutolmadim, o'zingizlar bilganlaridek. Men o'zimcha har qilja qurollar yasadim. Agar siz bunga qiziqayotgan bo'lsangiz, like tugmachasini bosib qo'ying, bu haqida video chiqaraman. Agar siz bunga bu sirli idishga qiziqayotgan bo'lsangiz, obuna tugmachasini bosib qo'ying. Agar siz bunga qiziqayotgan bo'lsangiz, birontga jo'natib kommentariy yozib bitasiz. Agar siz bu qurilmaga qiziqayotgan bo'lsangiz, hamma biladigan qurilma, albatta buni ishlab ko'ramiz. Faqat bitta ish, hamma narsani bajarasiz. Lighting arsasizlar. Короче, men kirib ozgina o'zgarib qoldim. G'alati. O'sha o'lgandan keyin shunaqa qilib oldim. Agar qiziq bo'lsa, men video davomida hozir ko'rsatib ketaman. Короче, mana uni bosasiz, o'sha ikkita tayoqchani. Mana bu ikkita tayoqcha turibdi, mana yerda. Mana. Keyin sozlamaga kirasizlar. Kimyodan ko'tarib videoga kirasizlar. Va pastiga borasizlar.
Mana darajani oshiraylik. Bunday qilib qo'ysangiz mana o'zgardi. Mana. Nimadir o'zgardi. Voy, hozir 2 minut kirib olsin, kirishga ketyaptim men. Kirib olsam endi. Ha, mana. Shuni o'zgartirasizlar. Nima kerak bo'lsa sizlarga. Oxir daraja qo'ysangiz eski Minecraft bo'lib qoladi. Yoki yana bitta usul bor. So'zlamani kirasizlarda va video qismidan mana uni hozir ko'tarib ketasizlar. Klassikni bosib ketkazib qo'yasizlar. Hammasi jo'na. Asl Minecraftga qaytdi. Agar sizga nargi Minecraft yoqsa, shu videodan basket tanlaysizlar. Va men hozir bir ikkita tugmalarni o'zgartirib olishim kerak, kutib turasiz ozgina iltimoslardan. Qanday o'zgartirardi hozir 2 minut. Shuni o'zgartirardi. Minecraft o'ynayman. Ya bana. Hech narsa bo'lmadi. Kerakchi birinchi epizodan boshlaymiz, ya'ni epizodan. Men hozir ketyapman, nima degan buni sendir. Bitki bo'ldi qaragan Minecraft. Bilmaganlar bilib qo'ysin. Yur. Ya bismillah deb oltinni sindiramiz. Yo'q. O'lib ketdim. Birinchi sig'irchinlik. Keyingi bosqichda biz qani edi baysinab ko'rgan narsamiz. Keyin. Teknologiya olmasam ketdi. Endi sizlar bilan ikkinchi qirolni sinab ko'ramiz. Xo'sh, bu nima qilardi? Ya, bana lava qo'yar ekan. Ya. Ha. Teknologiya bo'ldi, ko'zlarga mesela. Asta yürüyüşümüzde bunu yapacağız. Bizler mega komikte ayamayın. Bu sizler de şu an. Uç. Ne böyle? Hiç ne olmadı ki. Ne bu işte? Ne? Yo, hadi biz gözü kılaman lavada. Bu isar kol gelip bitsin mi? Bunu böyle kanacağım. Vay. Tirik oldu mu? Tirik oldu. Lava beni tutulmadı. Vay. Zo'r tirik qolgani nima qilyapti? Sen bilan qo'lga nima yeyman? Davay chiqib qo'y. Ke. Bratan qalaysan, nima qilgacha qochib ketding? Chaqlangan. Orasana.
Yep, banavet. Ya, çabuk. Xo'sh. Qancha uni? Qo'lim qani? Hay! Bu nima qilaman endi? Hech narsa qilmaydi-ku. Endi. Ha. Sizlarga yoqqan bo'lsa, like va podpiska Sizlar bilan men yana haydalik bo'ldi. Ha. Tuxum qo'ygancha bo'ldi. Voy. Sen bilan yana yuzlashamiz. Chaqiryapti. Xo'sh. Suat shahri qani? Ketamiz. Nima qilyapmiz bu? Chekka bo'lish san'atimizdan do'stlar. Og'zingga tamalakada bayrak zaritdi-yu ketdi. Shuna chiqib qolsam like bopot obunani ayamaysizlar. Shuna chiqib qolaman. Chiqdi, obuna aymaysizlardan. Barik. Hay do'stlar. Goodbye. Chiroyli chiqish bilan Alpano nekerslar bilan xayrlashadi. O'lib ketadigan ahvollardan emasmi? Cho'kib o'ladigan ahmoq yo'q bu dunyoda. Men shunaqaman. Hozir cho'kib o'ladigan ahmoq yo'q. Ya, buni o'zgarib qoptimi? Cho'kib o'ladigan ahmoq yo'q. Cho'kib o'ladigan ahmoq. Nekir har doim sizlar bilan bulutlardan ham balandroqqa obunachilarim bilan 2 milliontaga yetishga harakat qilaman. Quyoshga uchaman men, quyoshga. Yer ko'rinmay ketadi, sadat turinglar. Yer ko'rinmay ketadi. Tushib bo'lamiz. Bum. Obuna va like sizlardan. Xayr.